Aziz kuzatuvchilar, bugungi patsientimiz 41 yoshda, o'ng oyog'idagi varikoz kasalligini, hozir o'ng oyog'idagi ishlamayotgan varikoz tomirlarini lazer bilan biz kuydiryapmiz. Hozir lazer jarayoni ketyapti. Bemorimiz yotibdi, umuman mutlaqo og'riqsiz. Evet, hızlı. Sizda bir keyin shavkatlangizni olishni ana shu tushundingizmi? Tabiiyda bir gapni olasiz. Aziz kuzatuvchilar, hozir mana ikkinchi venani biz lazer bilan yopyapmiz. Lazer bilan yopish jarayoni. Bemorimiz mana tinch yotibdi, mutlaqo og'riqsiz. Mana hozir tomirni ichidan lazer mana kuydirib ketayotganligi ko'rinib turibdi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizga natijalarimizni ko'rsatib boramiz. Yürü yürü. Aynen hep biraz. Ne gel? Ne gel? Gel. Biz sizni yolumuza yapıyoruz da şurada yapıyoruz. Davay böyle. Savmayınız ki. Aziz kuzatuvchilar, mana O'raljonda varikoz kasalligi bo'yicha ikkala oyoqda lazerni operatsiyasini tugatdik. Bu yerda kompleksli lecheniya bo'ldi. Обязательно birinchi navbatda lazerning operatsiya qilindi. Undan keyin miniflebektomiya, exoskleroterapiya hammasini bajardik. Mana hozir operatsiyadan keyin mana to'g'ridan-to'g'ri O'raljon hozir turib tikka yuribdi. Mana bemalol yursa bo'ladi. Bemalol uyga ketsa ham bo'ladi. Qanday bo'ldi, og'riqmi mana? Og'riq yo'q, Shavkat aka. Mana siz baraka toping. Joningiz sog' bo'lsin. Bu kishini varikoz kasalligi asorat berib, mana chap boldirida juda katta o'sha trofический yazva boshlangan holatda edi. Shunday. Biz hozir lazerni operatsiyani og'riqsiz, mutlaqo kesmasdan bajardik. Bajarib bo'lganimizdan keyin bemorimizning ahvoli mana отличный, deydi-ku, juda yaxshi. Bizni kuzatishda davom etinglar, biz sizlarga natijalarimizni ko'rsatib boramiz.